Tasimo matematika olimpiadasi 3-bor tashkil etilmoqda. Mazkur musobaqa 3-11 sinf o'quvchilari o'rtasida an'anaviy tarzda o'tkazib kelinadi. O'tgan mavsumlarda 300 mingga yaqin o'zbekistonlik va xorijiy ishtirokchilar ro'yxatdan o'tgan. To'g'ri aytasiz. Bu yilgi mana shu onlayn bosqichida ishtirok etadigan talabalar, ya'ni shu o'quvchi yoshlar soni 500 mingdan oshiq bo'lishi ko'zda tutilyapti. Aynan matematika olimpiadasi uchun tashkil qilinadigan savollar IDC o'quv markazi tomonidan tashkil qilingan, shu maktab tomonidan tashkil qilingan va savollar ham agar e'tibor beriladigan bo'lsa, endi o'zini tartib qoidalari bor. O'sha olimpiadada tushgan savollar oldin hech qayerda tushmagan bo'lishi kerak, oldin hech qayerda yechilmagan, e'lon qilinmagan savollar bo'lishi kerak. Bu bo'yicha bizda mana shu IDC bilan hamkorlikda amalga oshiryapmiz. Aynan savollar masalalarini ekspertlar buning ustida ishlashyapti. Ekspertlarimiz Eron, Rossiya Federatsiyasi hamda Amerika shu davlatlaridan jalb qilingan. Bu mavsumda tanlovning tashkiliy qismida bir qator yangiliklar bor. Tasma uchun maxsus platforma ishlab chiqarildi. Unda siz bitta login qilib kirganingizdan keyin, ro'yxatdan o'tib kirganingizdan keyin o'sha platformaga boshqa olimpiadalarda ham qatnashishingiz mumkin. Bitta vaqtda 30 mingta user, 30 mingta foydalanuvchi agar ro'yxatdan o'tib tez ishlaydigan bo'lsa, o'sha botda qotib qolish ehtimoli juda ham yuqori. Xo'p, endi hozirgi platformada, umuman platformalarda dasturiy ta'minotlarda bunda katta ma'lumotlarni qayta ishlash oson. Shuning uchun qotmaydi, boshqa narsa bo'lmaydi. Birinchisi biz Tasimo PR kompaniyasini tashkil qildik. Hozir O'zbekistondagi eng katta kompaniyalar bilan uchrashuvlar tashkil qilib, hamkorlik bo'yicha suhbatlarni amalga oshirib kelyapmiz. Bu O'zbekistondagi matematiklar uchun, ya'ni matematika fanidan dars beradigan o'qituvchilar uchun Tasimo qoshida bitta kanal ochildi. Endi unga qo'shilib aktiv bo'lib turadigan bo'lsa, ya'ni faolligini oshirib turadigan bo'lsa, 15-mart kuni nasib bo'lsa, bu yopiq kanalga aylantiriladi. Ya'ni butun O'zbekistondagi eng katta matematiklar jamiyatiga aylantiriladi. Bu kanalda 1 yil davomida keyingi Tasimo olimpiadasigacha butun dunyo bo'yicha matematika olimpiadasida tushgan savollarni tahlillari ketadi. Sovrin jamg'armasi qancha? Sovrin jamg'armasi 500 million so'm etib belgilangan. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin sohiblariga 4 milliondan 8 million so'mgacha mukofot jamg'armasi ajratilgan va eng qiziq joyi bu nafaqat mana shu olimpiadada ishtirok etgan o'quvchilar uchun, balki ularni mana shu olimpiadaga tayyorlagan o'qituvchilar uchun ham bir xil miqdorda pul mablag'lari mukofot sifatida ajratilgan. Ma'lumot o'rnida ro'yxatga olish 17 fevraldan start olib 14 martgacha davom etadi. Xalqaro olimpiadaning birinchi onlayn bosqichi 15 mart kuni bo'lib o'tadi.